hurmatli mijozlar, bizda Damas mashinasiga gaz uстановка qilib berish uchun qildik. Gaz mashinasiga uстановка qilishimiz uchun mana bu orqa joylari juda bo'shligi sababli bizda hamda ikkita profil qo'yib beramiz. Ikkita profil qo'yib beramiz. Qo'shimcha usileniya bo'ladi. Yorilib ketmasligi uchun orqa qismi yorilib, yirtilib ketadi. Mana shu ikkita profil qo'yib berganimizdan keyin mana shu narsa bartaraf bo'ladi. Bir narsaga e'tibor bering. Profil qo'ygunizcha har doim kontachniy svarka apparatidan foydalanishni tavsiya qilamiz sizga. Chunki elektrodli svarka bilan svarka qilsangiz, metall xususiyatini yo'qotishi mumkin. Faqat kontachka. Shuni hech qachon esdan chiqarmang. Kontachka bilan zo'r bo'ladi. Sağ. Kelinglar, murojaat qilinglar. Chiroyli idealni qilib sizlarga uстановка qilib beramiz.